videoni ko'ramiz. Bu videoni ishga qo'shishlikning asosiy maqsad video yuzidagi jumlaman e'tiborimni tortdi. Davlatimizda yaratilgan imkoniyatlarni ko'rmaslik uchun ko'rib bo'lishlik kerak. Mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy qilingan, balki u sizning iqtidoringizni bilmas. Siz borasiz mahallaga, yoshlar yetakchisiga murojaat qilasiz. 20 ga yaqin tanlovlar mavjud. Mahalla bosqichdan boshlanib, to respublikacha bosqichgacha davom etadi. Shu jumladan futbol bo'yicha ham har yil davlat xavfsizlik xizmati kubogi o'tkaziladi. Futbol bo'yicha iqtidoringizni namoyon qilmoqchimisiz? Mana shu kubokda qatnashing. Shu sohani ichida ishlagan inson sifatida aytaman. Biror marta ham tanish bilishchilik yoki korrupsion holatlariga guvoh bo'lmaganman. Shaxsan o'zim Buxoro viloyatini bir chekka tumanidan to respublikacha bosqichgacha bir yoshimni etganman tanlovlarda. Shu uchun ham bunaqa videolardan ehtiyot bo'laylik. Yosh o'smirlarning umidini chilparchin qilib qo'ymaylik. Bu videodagi fikrlar o'zimning shaxsiy fikrlarim. Oldinga qo'ygan ayrim videolarim izohlarida bu video kim senga buyurtma berdi, paxta qo'yma va hokazo shunaqa gaplar bo'lgan ekan. Men buyurtma oladigan darajada o'zimni bloger ham deb bilmayman. O'zimning shaxsiy fikrlarimni shunchaki ijtimoiy tarmoqqa olib chiqadigan insonman. Bu videoni maksimal tarqataylik, kimlargadir manfaat bo'lar. Salomat bo'lasizlar.